Assalomu alaykum. Mana bugun ham juma kuni, aprel 11-kuni. Siz juma namoz o'qitaman inshaalloh. Soat 11 yarimdan oshibdi. Hozir o'zimiz yo'llab bugun jumaga borib, juma namozini o'qib, inshaalloh keyin anaqa boramiz. Ishga podrobotkega yana. Xudosi patentga ham topshirib qo'ydim. 14-kuncha chiqish kerak deyapti. Bas bo'lib bir kunda hamma analizlarni ham topshirib anaqa qildim. Endi xudosi patentim chiqsa bo'ldi. Yo'q. Menga sal qiynaldim. Patentlardan qolganda o'tirib zerikib ketdi odam. O'chirib kutaman deb. Aytgandaqa onlayn olish kerak. Onlayn olsanglar tezroq chiqasizlar, tezroq o'rganasizlar hamma narsaga. Onlayn olganim uchun o'rgandim bir kun ichida hammasini. Odam 3 kunlab qatnab olibdi. Onlayn olmaganlar o'chirib kutib.